Salom do'stlar. Sizlar bilan Davlat Samava kanalida ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugungi ajoyib videomizni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Demak, men videoni boshladim. Do'stlar, mana bu yerda yangi mana bu yerda Dream Draft kelibdi. Shuni tarkibiga olib ko'ramiz. Ajoyib. Xo'sh, mana bu yerda chap tarafdagisini tanlaymiz. Bu yerda Bukayo Sakani tanlaymiz. David Raya bu yerda. Bu yerda James. Xo'p do'stlar. Bu yerda esa mana bu futbolchini tanlaymiz. Hop, Van de Van Bramber. Hoppa. Bu yerda Dumfries, Valverde, Frimpong, Trent. Frimpong'da tezliklari ajoyib. Hop, bu yerda esa Locatelli. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda Pedri, Rodri, Vinicius Junior, Victoria, Kim, Araujo. Bu yerda Kenan Yıldız, Sunset, Nikopas Güller, Nikopas'ını tanıyımız. Nico Williams. Ana ajoyib hücumchilar. Bu yerda Luis Openda, Colomani, Darwin Núñez, Luke de Jong, Jonathan David, Hop, Rashford, Olivier Giroud. Xo'sh, bu yerda mana do'stlar, biz tarkibimizni ham yig'ib oldik. Mana asosiy tarkibga olib qolamiz. Pedri 85lik, Rodri 85lik kartasida, Vinicius. Ajoyib. Bu yerda Bukayo Saka kuchaytirilgan holatda 86lik. Do'stlar, mana sizlar ham Dream Draft tarkib yig'dalaringmi? Kommentariyaga yozinglar. Hop, bu yerda Alisson kelgan, Antony. Shu futbolchilarni ham albatta olamiz. Faqat hozir emas, lekin noyabrda reagent bor ekan do'stlar. Reagentni ochishdan oldin Telegram kanalimizga silkasini pastda qoldiraman. Shu Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling. Bundan qiziqarli video kontentlar hali oldinda. Hop, reagent chaqirdik va bizga Dessert va hamda Joel Piero ular kelmoqda, lekin bu futbolchilarni biz olmaymiz. Hop do'stlar, Dream Draft tarkib ham tuzib oldik. Hop, ajoyib futbolchilardan iborat bo'lgan Dream Draft tarkibimiz. Va bu yerda o'zimizning asosiy tarkibimiz. Bu futbolchilar ham ko'rib boryapsizlar. Videolar davomida kuchaytirib boryapmiz ajoyib statistikalarda. Xo'p do'stlar, mana bu yerda Rivaldoni olishimizga oz qoldi. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. To'rtta to'ldirsak Rivaldo tushirishga harakat qilamiz. Yoki Matxus, yoki Valderrama, yoki Pires kabi futbolchilardan birini tushiramiz. Albatta bizga Rivaldo tushgani albatta yaxshi bo'ladi. Shuning uchun kommentariyaga omad so'zini yozib
Rivaldo so'zini yozib qoldiring. Bizga Rivaldo tushirishimiz kerak. Albatta bu juda ham yaxshi bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shu haqida edi. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Dallas Mabub bo'ldi.